İstanbulg'a Qorqqili chiqqan. Aptori, Abduweli Ayup. Martning oxirgi kuni meni biraylan messengerdan qo'shib telefon qildi. Men baq qo'rqib ketyapman. Sizchi? Siz qo'rqmadingizmi? deb so'rab qoldi. Tuyuqsiz so'ralgan bu savollar sal tasodifiy tuyulgan bo'lsa-mu, chiroyli javob berib paranglashib ketdik. Odatda o'qirmanlarimning ba'zisi gapni mushundaq boshlab ketadi. Bir haza paranglashib bo'lgandan keyin ondan o'zini tunishtiradi. O'zi demasa, odatda men bir odamning eti va turayotgan yerini so'ramayman. Ba'zisi so'ramasam ranjiydi. Ba'zisi so'ramasam xudiksiraydi. O'qirmanim menga oxirda aytal kursini biladigan, bilmaydiganligimni so'rdi. Men bu oyatni qamoqdagi chog'larimda bir xiroyinkash o'gitib qo'yay desimi, o'rganmagan edim. Sizmi qo'rqib ketdingiz-a? Qo'rqsangiz qaysi oyatni o'qiysiz? dedi u. Asli qo'rqmayman demoqchi edim. Unchavala qo'rqib ketib, meni atayin virusdan qo'rqitish uchun yarim soat vaz etgan odamga ozroq qo'rqishib bermasam bo'lmaydi. Shunga, ha, sizning qo'rqinchingiz yo'qdi? Men hozir la tazanni o'qiyapman, dedim. O menga aytal kursining xislatlari haqida biror qor tabliq qilib atgandan keyin telefonni qo'ydi. Telefonni qo'yib, uning gaplari xiyolimda aks sado qaytarishga, jonlanishga boshladi. Uning men elektronlik viza oson bo'lg'achqila amalsiz Turkiyaga chiqqan. İstanbulg'a qo'rqqan peti tushgan degan so'zi bilan oxirlashgan aslimasidan yurak so'qishlari bilinib turadi. Ko'zimni yumib turib ichimda qutuldim dedim. Chunki ko'zimni ichib qutuldim deyishga tilim bormaydi. Chunki men yanada ansirayman. Aeroplanda kimlarningdir to'nib kelishidan, meni Turkiyaga qechibdi deb chiqib qo'yishidan, shu sababdan aeroplanning keyniga qaytarilib ketishidan ansirayman. Ansizligimda logikaga, aqlga, bilimga o'ri yo'q. Fikrimni chirmagan qo'rqinch uni inkor qiladigan ilmiy paket, logikalik tahlil va aqliy yakunlarni rad qiladi. Qo'rqqan siri qo'rqinchimga asos bo'ladigan Turkiya bilan Xitoyning munosabati yaqin, O'rta Osiyoning Xitoyning tizginida Xitoyning uzargan qo'li hamma yerga yetadi degan paranglar to'g'ridak bilinadi. Ishongimni keltirib turadi. Shunga ko'zimni ossamla qutuldim degan so'zni o'ylashga jur'at qila olmayman. Aeroplan İstanbulg'a qo'ngandimi, butunlay farqli yeziq, farqli bino, odam va ovozlarni anglab turibmi, o'zimni qo'yib berib, men qutuldim deb vaqirashga jur'at qila olmadim. Xuddi pajsodan chiqqan kuni hech kim yo'q uyda ovozimni qo'yib berib, azon to'lab namoz o'qiy olmagandek. Xuddi Qashqarda bir kunmi oldi-keynimga qaramay mangolmagandek. İstanbulg'imi xuddi bir uzun temir qo'l meni changallagan peti qaytirib ketadigandek. Kimlarning va qandaqdir bir maxfiy ko'zlarning ko'rib qilishidan qo'rqib turatdim. Ta'limga bu yerga tun kechida tushganning sharofitida shippada shahar kirib g'oyib bo'ldim. Qarang Abduweli muallim, mening bovamni shingsay tutib tikan. O chaqdagi shamolmo 10 yilda o'tib ketdi. Ummo bar yo'q 10 yil so'rdi. Madaniyat inqilobida dadamni o'ngchi deb tartib chiqarib tikan. Shu mehnat inqilobimi 10 yil davom qildi.
siz to'la odamni shohid bo'lmadi, arzdor bo'lmadi, da'vogar bo'lmadi deb ayblayvermang. Türkiye degan So'ngvukonning qapqiga o'xshaydi. Hukumat qachon lozim bo'lsaq, qapaqning og'zini assala, hammaylar ichiga kirib ketamiz. Hukumat hech kimga bilindirmay, ertib yo'q qiladi. Biz İstanbulg'a da'vo qilg'ili emas, qo'rqqili chiqqan. Biz qancha botirlashib ketsak, vatandagilarning yuragi shuncha eziladi. Biz qancha qo'rqib bersak, qancha tinish yursak, yurtdagi tuqqanlar shuncha omon eson bo'ladi. Bu yerda Turkiyaga bir balo tepib bermasak, Turkiyada hukumatning qo'ngini ko'lamay, Erdo'g'anning g'ayvatini qilmay, bizni qo'g'lib etmay, beshimizni siylayotgan hukumatga rahmat etsak, vaqti kelganda shamoldan omon qolmiz-a? Turkiyada bir obdan qulg'i yumshoq, itoatchan xalqkan bu degan tarafni anglasak, Erdo'g'an Shi Jinpingga sizmi unchavala qilib ketmang deb nasihat qiladi. Xuddi mushu gaplarni davolg'ili, deb bergili yoki meni qo'rqishib berishga taklif qilg'ili berilgandek, tuyuqsiz kelgan telefon tuyuqsiz uzilib xo'shlashdik. Manga uning 10 yil ta'limoti, qo'rqish nazariyasi bakmo qiziqarli tuyuldi. Bo'libmi barliq zulmni shamolga o'xshatishlari ajoyib ma'nodor edi. Qandaqsiga zulmdan iborat bu ijtimoiy hodisa shamoldan iborat bir tabiiy hodisadek o'zi chiqib, o'zi o'tib ketar. To'g'ri, shamol o'tib ketadi. Chunki u tabiatning qonuniyati bo'yicha chiqadi va to'xtaydi. Uningga bizning amalimiz yo'q. Ammo zulm qandaqsiga shamoldek o'zi chiqib, o'zi to'xtaydi. İnsanlar paydo qilgan narsa qandaq qilib inson o'rnidan dast turib to'xtatmasa 10 yildan keyin o'zligidan to'xtab qoladi. İstanbulg'a qo'rqqili chiqqan. Ajoyib bezdak jumlada bu. Qaltis bezdak odamlarda. Turklarning bizdagi zakini baz deydiganligini o'ylab kulgim keldi. Tugidi. 2020 yılı 30 mart Bergen'de qalamga ilindi.